4'ü 2 yaxshi, 8'u 3 yaxshi. Bular 4 voltdan ko'rsatyaptilar har bir para. Bu 24 volt bo'lishi kerak общий. 4 ga 4 qo'shsak 8, 8 ga 4 qo'shsak 12, 12 ga 4 qo'shsak 16, 16 ga 4 qo'shsak 20. Shuna bilan 20 bo'lishi kerak hozir shu yerda tok. Uni o'lchaymiz. 4. To'g'ri. 4 ga 4 qo'shsak bu tomoniga o'tamizda. 8. 8 ga 4 qo'shsak bu tomoniga o'tamiz. Ketma-ket ketganda bu kirdi, chiqdi, kirdi, yana chiqdi. Konечный bu. Bu boshlang'ich. 8 bo'ldimi? 8 ga 4 qo'shsak 12, to'g'ri. Yana 8 ga 4 qo'shsak 14. 2 volt yo'q bo'lyapti. 16 bo'lishi kerak edi. 4 qo'shilishi kerak edi. Mana 12. 12 ga 4 qo'shsak 16 bo'lishi kerak edi. Shu yerda ketyapti bu. Endi buni tekshirishimiz kerak. Bu necha volt bo'lyapti bu yerda o'zi. Tekshiramiz. 2 volt bo'lyapti. 4 volt bo'lishi kerak edi aslida bu yerda. Mana. Bu o'lgan. Znash bu batareyka o'lgan. O'zini o'zi yeyapti. Mana 3-4. Bu ham yaxshi emas. Buni ham almashtirish kerak. Buni ikkalasini almashtirish kerak. Ikkalasiga boshqa qo'yamiz. Boshqa shurpiylardan mana shunday shu holatda tekshirib 4 voltlisini turgan holatida bo'lsa ham o'zini o'zi yemagan holatida tekshirasizlar. 4 volt bo'lsa bo'ldi, qo'yib yuboraverasizlar. Shunday 4 ta akkumulyator batareyka qo'yiladi. Bo'ldi, bu yaroqli bo'ladi. Buni sababi tez o'tirib qolyapti. Shurpiyer qo'yadi, ozgina ishlatadi. Bo'ldi, o'lyapti. Mana shu ikkita batareyasi 4 ta batareyasi, ya'ni almashtirilishi kerak. Shunda yana normal holatga qaytadi. Like